Bismillahirrohmanirrohim. Demak, bugun uzoq kutilgan vebinarimizni, taqdimotimizni boshlab ham oldik. Bugungi asosiy gaplashadigan mavzularimiz bu o'z ustida ishlash, sayt taqdimoti va muhaddasa darslari asosida bo'ladi. Xo'p, qisqacha tushuntirish berib o'tib ketsam, o'z ustida ishlash deganda o'quvchilarni o'zlarini ustlarida shug'ullana olishi uchun, o'zlarini ustlarida ishlashlari uchun imkoniyat yaratishga asoslangan bo'ladi bu. Ikkinchisi esa sayt taqdimoti. Siz bugun mana shu sayt taqdimotida sayt bilan yaqindan tanishishingiz, uni imkoniyatlari, qulayliklari haqida ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Va uchinchisi esa muhaddasa darslari. Bu muhaddasa darslari boshqa darslarga qaraganda tubdan farq qiladi. Bu haqida batafsil mana shu vebinarimiz davomida bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, biz boshladik. Bundan bir necha oy ilgari akademiyamiz bilan birgalikda arab tilini o'rganayotgan talabalarni o'z ustlarida shug'ullana olishi uchun munosib bir muhit yaratishni niyat qilgan edik. U muhit shunday bir muhit bo'lsinki, talaba o'zini ustida tinimsiz shug'ullana olsin degan bir maqsadni ilgari surib, bir nechta loyihalarni amalga oshirishga harakat qildik va bu loyihalar hammasi bir g'oya ustida, ya'ni o'quvchilarni arab tilini o'rganishda muhim hisoblangan barcha bilim ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam berish va bu bilan ularning arab tilini puxta o'rganishiga imkoniyatlar yaratish g'oyasi ustida bo'ladi. Ya'ni loyihalarimizni, bundan keyingi faoliyatlarimizni barchasi aynan mana shu g'oya ustiga qurilgan bo'ladi. Mana shu g'oyani amalga oshirishni biz 3 bosqichga bo'lib chiqdik va bular: birinchisi, biz bilgan va sevib mutolaa qiladigan ma'lum va mashhur kitoblardan darslar tashkil qildik, ya'ni silsilaviy kitoblar deb nomladik bu bosqichni. Ikkinchi bosqich esa soha mutaxassislari, ya'ni sohadagi yetuk mutaxassislar yordamida til o'rganuvchilarga zarur bo'lgan bilimlarni yetkazish deb nomladik. Va uchinchisi esa so'z boyligi. Barcha tillarda muhim hisoblangan so'z boyligiga ko'proq urg'u berib, ularni ko'proq xotirada saqlab qolish va qo'llay olish imkoniyatini berish edi. Va bugun biz sizlar bilan birinchi bosqich haqida gaplashamiz. Birinchi bosqichni muvaffaqiyatli yakunlaganimizdan keyin, bu o'quvchilarga haqiqatan ham manfaat bera olganidan keyin keyingi bosqichlarga o'tishni reja qilganmiz. Demak, bugungi asosiy suhbatimiz silsilaviy kitoblar asosida bo'ladi. Demak, bu birinchi bosqich. Silsilaviy kitoblar asosida darslar tashkil etib, o'quvchilarga mana shu darsliklarni taqdim etish. Xo'p, savol tug'iladi, nima uchun aynan silsilaviy kitoblar tanlandi? Nimaga boshqa kitoblar emas? Masalan, nima uchun nahv yoki sarf kitoblari emas? Aynan mana shu kitoblar deyilsa, javob shuki, bilamizki, har bitta tilni o'rganishda sizni til bilish darajangiz 4 mahorat asosida tekshiriladi yoki imtihon qilinadi. Bular mana shu tilda o'qiy olishingiz, ya'ni o'qib tushunishingiz, yoza olishingiz, eshitib tushunishingiz va gapira olishingiz. Mana shu mahoratlar boshqa tilni qanchalik, qay darajada yaxshi bilishingizni ko'rsatib beradigan mahoratlar hisoblanadi. Va vaholanki, arab tilida mana shu silsilaviy kitoblar, ya'ni nomlarini bir eslab o'tib ketamiz. Manhajul alamiy kitobi bor. Mana shu silsilaviy kitoblarga, ya'ni 4 mahoratni shakllantirishingiz uchun, yoki bo'lmasa at-takallum bayna yadak, miftahul arabiyya, lisan va al-kamil va shunga o'xshash kitoblar sizni mana shu tilni o'rganishingizdagi 4 mahoratni shakllantirishga yordam beradigan kitoblar hisoblanadi. Aynan mana shu kitoblarni tanlanishiga asosiy sabab shu bo'ldi. Demak, bizni til bilish darajamiz mana shu 4 mahorat ustiga qurilar ekan, Edu Arabic Akademiyasi ham arab tilidagi mana shu 4 mahoratlarni shakllantirishga yordam beradigan silsilaviy kitoblardan darslarni tashkil etib, ularni o'quvchilarga taqdim qilish va o'zlarini ustida ishlay olishlik imkoniyatini yaratish bo'ldi. Shu sababli bu kitoblardan darslar tashkil qilindi. Demak, bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab esa, garchi bu kitoblardan darslar tashkil qilinayotgan bo'lsa ham, ba'zi sabablarga ko'ra o'quvchilar bu kitoblardan to'laqonli foyda ola olmayotganliklari yoki bo'lmasam
mana shu kitoblarni oxirigacha tugatib chiqa olmayotganliklarini guvohi bo'lmoqdamiz. Keling endi akademiyamiz bilan mana shu muammolarga qanday yechim topganimiz haqida gaplashamiz. Biz mana shu barcha silsilaviy kitoblardan darslar yozib chiqmoqdamiz. Bu darslar qay holatda bo'ladi, guruh bilan bo'ladimi, soat nechida, qancha oy davom etadi kabi savollarni o'ylab turgan bo'lishingiz mumkin. Bunga bizning javobimiz: darslar siz istagan vaqtda bo'ladi. Davomiyligi ham sizga bog'liq. Ha, endi biz bilan buni imkoni bor. Bundan 8 oy ilgari oldimizga shunday maqsad qo'ygan edik. Ya'ni o'quvchilarga silsilaviy kitoblar asosida eng sifatli boshqa darsliklarga o'xshamagan bir vaqtni o'zida minglab talabalar bemalol darslarimizda qatnashib ilm ola olsin. Ba'zi sabablar tufayli darslari to'xtab qolib vaqti bekor ketayotgan o'quvchilar uchun eng katta xazina bo'lsin. Va eng asosiysi, ushbu darslarni ko'rayotgan talabalar muntazam nazorat ostida qarovsiz qolib ketmasin. Bir tizim orqali darslik yarataylikki, ham o'quvchi ilm olsin, ham o'zini bilimlarini sinasin va qay holatda o'qiyotganini boshqa sheriklari bilan taqqoslay olsin va so'ngida eng yaxshi natija ko'rsatganlar munosib taqdirlansin deya go'yoki imkonsizdek ko'ringan katta maqsadni amalga oshirmoqchi bo'ldik va Allohning fazli ila buni uddasidan chiqdik, alhamdulillah. Keling endi ko'p kuttirmay darslar qanday formatda bo'lishi haqida gaplashamiz. Darslar yozib olingan video darslik asosida bo'ladi. Xayolingizga kelishi mumkin, ha, video darslik bo'lar ekan, jonli emas ekan, unda kerak emas, yaxshi bo'lmaydi, tushunmay qolaman degan xulosalarga berilmay turing. Chunki bu darslar ba'zi jonli darslarga qaraganda afzalroq ekanligini webinar davomida tushunib borasiz. Xo'p, davom etamiz. Darslarning texnik jihati haqida ma'lumot berib o'tsam, darslar HD formatda yozib olinadi. Bunda siz darsliklarni sifatli tomosha qila olasiz. Ya'ni sifati tiniq bo'ladi demoqchiman. Xo'p, darsliklarni yozib olishda kitobni eng so'nggi ta'basidan, ya'ni eng so'nggi nashridan, eng tiniq PDF fayllardan foydalaniladi. Bu bilan siz kitobni barcha yozuvlarini tiniq, ya'ni xira bo'lmagan holatda ko'ra olasiz degani. Darsliklarning mazmuni qanday bo'ladi degan savol tug'iladi. Darsda o'qituvchi o'zi ishtirok etadi. O'quvchilar bo'lmaydi. O'qituvchi kitobni tushuntirishda barchaga xutba qilgan holatda yozib olingan bo'ladi. Kitobdagi barcha mashqlar shartlari tushuntirilib beriladi. So'ngra ushbu mashqlarni yechimlari ham berib ketiladi. Siz o'zingizni tekshirib olishingiz ham mumkin bo'ladi o'shanda. Xo'p, kitobdagi barcha matnlar tarjima qilinib, qaysi so'z qanday ma'no keltirilayotganigacha eslab o'tiladi. Audio mashqlariga keladigan bo'lsak, audio mashqlarni ham shartlari tushuntirilib, ularning javoblari ham beriladi. Shunday qilib o'quvchi kitobni bemalol uydan chiqmagan holatda darslarini davom eta oladi. Keling endi mana shu darslarni qay holatda bo'lishini yozib olingan darslarni ko'rib guvohi bo'lamiz. Hawwil ma tahtahu khattun ila jam'i muannasin salim. Tagiga chizilgan so'zlarni jam muannas solimga o'zgartirib chiqar ekanmiz. Summa idbituhu bishakli kama fil misaylayni. Ikki misoldagi kabi keyin so'zni oxiridagi harakatini to'g'rilab qo'yishimiz kerak bo'lar ekan. A'malul wajiba kulla masa'in. Har kechasi vazifani bajaraman. A'malul wajibati kulla masa'in. Uhafizu 'ala as-salati fi waqtiha. Uhafizu 'ala as-salawati fi waqtiha. Namozlarni o'z vaqtida ado etishga rioya qilaman. At-to'iratu ta'ti fi maw'idiha da'iman. At-to'iratu ta'ti fi maw'idiha da'iman. Samolyotlar doim o'z vaqtida keladi. Bunday fe'llarga sulosiy mazid deyiladi. Lahizil modiya wal mudori'a va ismul fa'ili ma'al muallim. Muallim bilan birgalikda mozi, muzori va ism fa'illarga e'tibor ber debdi. Xo'p, mana moziga, muzoriga, ism fa'ilga misollardan bergan. Darrosa, mana o'zi uch o'zakda darosa edi. Darrosa, ya'ni bitta harf ko'paytirilyapti. Demak, 3 tadan ko'p. Darrosa o'qitdi. Yudarrisu mudarrisun.
o'qityapti va o'qituvchi. Endi mana shu yerda ismi foil qanday hosil bo'ldi? Ismi foil muzori fe'lining muzoriyat harfini olib tashlash va uni o'rniga mim, dommali mim harfini olib kelishlik bilan va oxirgidan oldingi harfni kasrali qilish bilan hosil bo'ladi. Demak, tushundingiz-a? Muzori fe'lini muzoriyat harfini o'rniga dommali mim olib kelib va oxirgidan oldingi harfni kasrali qilish bilan ismi foili hosil bo'ladi. Bunday fe'llar ismi foili mana shunday hosil bo'ladi. Nuqatti'ul basala ila sharoiha, piyozni parraklarga bo'lamiz. Summa nudifuhu ila lahmi, so'ngra uni go'shtga qo'shamiz. Va nuqallibuhu hatta yatahammara qalilan, ozgina qizarguniga qadar uni aylantiramiz. Nuqatti'ul bazinjana wal jazara qit'an saghiratan, baqlajon va sabzini mayda bo'laklarga bo'lamiz. Va naqliha, va ularni qovurib olamiz. Summa nudifuha ila lahmi, keyin ularni go'shtni yoniga qo'shamiz. To'rtinchisi, ribhul mali huwa al-hadaful asasiyyu li ayyi mashru'in tijariyyin. Ribhul mal pul topish. Pul topish har qanday biznes loyihaning asosiy maqsadidir. Mashru' loyiha. Demak, ribhul mal pul topish. Endi biz buni ribhuni kasbuga o'zgartirsak bo'ladi. Kasbul mali huwa al-hadaful asasiyyu li ayyi mashru'in tijariyyin. Demak, bunda ham o'sha ma'no bo'ladi. Pul topish har qanday tijoriy loyihaning yoki biznes loyihaning asosiy maqsadi bo'lib tarjima qilinadi shunda. Tushundingiz-a? Ribhuni kasbuga o'zgartirib qo'yasiz. Hozir biz bu mashqni tarjima qilishimiz uchun hozir so'zlarni qo'yib tarjima qilamiz. Lekin siz bu videoni ko'rishdan oldin to'xtatib o'zingiz bajarib ko'ring-da, keyin bu videoni ko'ring. Sababi hozir biz so'zlarni qo'yib tarjima qilamiz-da, siz javobini bilib qolasiz. Unda bo'lmay qoladi. Shu sababli to'xtatib, avval o'zingiz mashqni bajarib keling-da, keyin bu yoqda birgalikda siz bilan keyin tarjima qilamiz. Kelishdikmi? Boshladik. Va yajibu an yaraha va yaqbala biha ash-shakhsu allazi sayamalu fil makan. Ana o'sha yerda ishlamoqchi bo'lgan kishi uni ko'rmog'i va qabul qilmog'i kerak bo'ladi. Demak, bu aqdun, shartnoma bo'ladi. Xo'p, oxirgisi sifatu lil ashkhas allazina la yumkinu an yamshu aw yatakallamu aw yaraw bisababi maradin aw min al-wilada. Xo'p, tug'ma yoki kasallik sababli ko'ra olmaydigan, gapira olmaydigan, yura olmaydigan shaxslar, kishilar uchun sifat muavvaq bo'ladi. Muavvaq degani cheklangan degani edi, esingizda bo'lsa. Ya'ni imkoniyati cheklanganlar deydi-ku bizda ham. Aynan o'sha bunga to'g'ri keladi. Xo'p, keyingi mashqimiz. Ittala'tu ala siratika zatiyati. Hop, tarjimai holingiz bilan tanishib chiqdim, lekin uridu an tuhaddisani an siratikal mihaniyati law samaht. Lekin menga o'zingizni karyerangizni gapirib berishingizni xohlayman. Mana guvohi bo'lganingizdek, barcha darslar mana shu yo'sinda olib boriladi. Ya'ni kitobdagi matnlar tarjima qilib berilib, undagi mashqlar shartlari to'liq tushuntirilgandan so'ng yechimlari ham taqdim etiladi. Tinglab tushunish mashqlari ham xuddi shunday yo'sinda olib boriladi. Kitobdagi audio mashqlar ham xuddi shu shaklda bo'ladi. Video darslikda mashqlarni qanday yechilishligi kerakligi tushuntirib o'tilingandan so'ng ularning yechimlari ham berib boriladi. Faqat ularning yechimlari fayl ko'rinishida taqdim etiladi. Buni sababi shundaki, o'quvchilar o'zlari mashqlarni bajarganliklaridan so'ng o'zlarini tekshirish uchun faylga o'tib javoblarni ko'rib olishligi mumkin bo'ladi. Hozir shuni qay holatda bo'lishini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Audio mashqlar yechimlari mana shu faylda jamlangan bo'ladi. Mana guvohi bo'lishingiz mumkin. O'quvchilar video darslikda mana shu mashqni qanday bajarishini bilib olganlaridan so'ng o'zlari mashqlarni bajarib bo'lganliklaridan keyin faylga o'tib mana shu javoblar orqali o'zlarini tekshirib olishlari mumkin bo'ladi. Bundan keyingi mashqlar ham xuddi shunday. Shartlari tushuntirib beriladi. Har bitta gap tarjima qilingandan so'ng bu yerga qanday javoblar qo'yilishligi aytib o'tiladi. O'quvchilar buni bajarib bo'lganliklaridan so'ng
mana shu fayl orqali o'zlarini tekshirib olishlari mumkin bo'ladi. Faylda audio mashqlarning yechimlari bilan birgalikda biz ularni matnlarini, ya'ni transkripsiyasini ham qo'shib o'quvchilarga taqdim etamiz. Mana ularni ko'rinishini ko'rishingiz mumkin. Xo'p, savol tug'iladi. Bu nima uchun kerak? Qachonki o'quvchilar audio bo'limga yetib kelganlarida biz ularga mana shu narsani maslahat beramiz. Ya'ni, qachonki siz audio mashq bo'limiga yetib kelganingizda bu mashqlarni yechishdan oldin avvalo uni audiosini yaxshilab 2-3 qayta eshiting. Qachonki eshitganingizda mana shu audio sizga qiyinlik qiladigan bo'lsa, daftar ruchkani olib, mana shu audioni matnini bittalab yozishga harakat qiling. Agarda siz to'liq tushunmagan audio yoki video lavhani matnini bittalab daftarga yozib chiqsangiz, birinchidan siz uni to'liq tushunib olasiz, ikkinchidan esa tinglab tushunish ko'nikmangiz boshqalarnikiga qaraganda ertaroq rivojlanadi. Xo'p, bu matnlarni mana shu maslahatlarimizga quloq solib, audiolarni, matnlarni yozib chiqayotgan o'quvchilar o'zlarini matnlarini tekshirib olishlari uchun, xatolari bo'ladigan bo'lsa, to'g'rilab olishlari uchun yozib chiqqanmiz. Bular ham faylda bo'ladi. Bularga qo'shimcha ravishda o'quvchilarga lug'at daftarlar ham taqdim qilamiz. Ya'ni har bir dars ostida aynan o'sha darsga tegishli bo'lgan, o'quvchi bilmay qolish mumkin bo'lgan barcha so'zlar ro'yxati qo'shib beriladi. Unda so'zlarni tarjimasi, shu bilan birgalikda ismlar bo'ladigan bo'lsa, ismlar ko'pligi bilan, fe'llar bo'ladigan bo'lsa, ularning mastarlari bilan, iboralar tarjimalari bilan qo'shib taqdim qilinadi. Keling, mana sizga mana shu lug'at ro'yxatini qay holatda bo'lishini ko'rsatib qo'yaman. Mana masalan, Miftahul Arabiyya kitobi bo'yicha birinchi vaqtda birinchi qismga oid ismlar ro'yxati, mana ismlar berilgan bo'lsa, ko'pligi va ularni tarjimasi berilgan bo'ladi. Xo'p, fe'llar bo'ladigan bo'lsa, mana fe'llar, ularni masdarlari va bu yoqda tarjimasi ham bor. Xo'p, bordi-yu iboralar bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda iboralar va ularni tarjimasi ham qo'shib beriladi. 3. Guvohi bo'lganingizdek, biz sizga silsilaviy kitoblardan darslarni xuddi shu shaklda taqdim qilib boramiz. Endi eng qiziq savol tug'iladi. Hamma kitoblar matnlar tarjimasi bilan, mashqlari, javoblari bilan bo'laversa, bunaqada o'quvchi dangasa bo'lib qolmaydimi degan savol tug'iladi. Aynan mana shu savolga yechim topishimiz uchun biz juda ham ko'p vaqtni sarfladik. Bundan 8 oy oldin Telegram kanalimizda Takallum B1 kitobidan xuddi shunday darslarni tuzib o'quvchilarga taqdim qilayotgan edik. O'sha vaqtda bu hammaga yoqayotgandi. Bizdan davomini rosa kutishdi, lekin biz o'quvchilarni faqatgina video darslarni ko'rib, mashqlarni javobini olib, o'zlarini ustlarida ishlamayotganliklaridan xavotir ola boshladik va axiri buni yechimini topdik. Bu tizim o'quvchilarni nazorat qila olish imkoniyatini berdi. Biz uni 3 qismga bo'ldik. Birinchisi, video darsliklarda har bitta video darsliklarni yozib olayotganimizda mashq kelganida har bitta mashqni tushuntirib bo'lgandan keyin biz o'quvchilardan videoni mana shu yerda to'xtatib turishini so'rab, avval o'zlari yechishini, so'ngra keyin videoni davom ettirib o'zlarining javoblarini bizniki bilan solishtirishini iltimos qildik. Bu mana bunday shaklda bo'ldi. Masalan, tasavvur qiling, mana bu mashq bor. Video darslikda biz mana shu mashqni qanday yechilishini tushuntirib beryapmiz. Masalan, 3-mashq: do isharata sahih aw xato amama al-jumal al-atiyati va sahhihil xato'a. Quyidagi jumlalar oldiga to'g'ri yoki noto'g'ri belgisini qo'ygan, so'ngra xatoni to'g'irlagan debdi. Demak, siz mana bu jumlalarni o'qib tarjima qilasiz, so'ngra mana shu jumlalar matnda kelganmi yo'qmi? Agar to'g'ri bo'lsa to'g'ri, xato bo'lsa xato belgisini qo'yasizda, uni to'g'risini mana bu yerga yozib qo'yasiz. Deymizda, endi mana shu yerda videoni to'xtatib turib, o'zingiz mashqni yechishga harakat qilib, yechib bo'lganingizdan keyin videoni davom ettirib, javoblarni o'zingizniki bilan solishtirib qo'ying deb o'quvchilarni har bitta mashqda mana shunday tarbiyalab boramiz. Va bu o'quvchilarni nazorat qilishni eng quyi, ya'ni eng past darajasi hisoblanadi. Bu narsani har bitta mashqda
qilib boramiz. O'quvchilarni nazorat qilishni ikkinchi va uchinchi qismlarini amalga oshirishni Telegram ijtimoiy tarmog'ida imkoni bo'lmaganligi sababli biz o'zimizni birinchi platformamizni yaratishga qaror qildik. Keling birgalikda sayt bilan tanishib, mana shu ikkala tizimni qanday ishlashini sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu ikkala tizim sizlarga yoqadi degan umiddaman. Mana endi bemalol sayt bilan yaqindan tanishib chiqsak bo'ladi. Keling, men sizga qaysi belgilar nima ma'noni anglatishini, qaysi yozuv aynan nimaga ishora qilishi haqida bafurja sizga ma'lumot berib o'taman. Xo'p, saytga kirganingizda bu yerda bosh sahifa, kurslar, maqolalar, mening sahifam va biz haqimizda degan oynalar turadi. Birinchi kirganingizda, menimcha anchadan beri kirib ko'rgansiz, bosh sahifaga ko'zingiz tushgan. Mana shu bosh sahifadan boshlasak. Xo'p, bu yerda yozuv boshlanadi. Biz bilan arab tilini o'rganish oson va qulay deyilgan. Nima uchun oson va nima uchun qulayligini menimcha tushunib oldingiz, chunki boyagi silsilaviy kitoblardan darslar tashkil qilinganligi, ularni osonligi va uydan chiqmagan holatda bemalol o'rgana olish imkoniyati borligi sababli aynan mana shu yozuv qo'llanilgan. Xo'p, buni tagida bog'lanish turibdi. Agar mabodo bizga bog'lanish kerak bo'lib qolgan vaqtda bemalol mana shu tugmachani bossangiz Telegramdan bizga bog'lana olasiz. Xo'p, tushunarli. Davom etamiz. Biz haqimizda buni bossangiz hozircha ma'lumot yo'q. Ya'ni biz bunda nimani iroda qilganmiz? Asosan YouTube'da o'zimiz haqimizda qisqacha ma'lumot berib, aynan o'quvchilar mana shu tugmachani bosganda ko'proq Edu Arabic Akademiyasi haqida ma'lumot ola bilishi uchun shu tugmani qoldirganmiz, lekin bunga hali to'liq ma'lumot kiritib qo'ymadik. Endi inshaalloh kiritib qo'yish niyatimiz bor. Xo'p, ozgina pastga tushadigan bo'lsak, bu yerda kitoblarni nomlarini ko'rishingiz mumkin. Manhajul alamiy, Bayniyadak, At-takallum, Al-kamil, Sarf, Nahu. Bu nimani anglatadi? Mana shu kitoblardan darslar yo'lga qo'yilishini anglatadi. Demak, mana shu kitoblardan darslar saytga joylanadi. Siz ulardan bemalol foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, pastroqqa tushamiz. Bizning afzalliklar nega aynan Edu Arabic? Ya'ni bu yerda 3 ta katakcha qoldirganmiz. Malakali mutaxassislar, ya'ni o'zini kasbini sevuvchi professional ustozlardan darslarni maroqli o'rganasiz. Bu yerda endi ustozlar deganda video darslarni yozuvchi va arab tili ustozlari ham kiradi. Xo'p, shu yerda aytib ketay, arab tili o'qituvchilarini ham biz akademiyamizga jalb qilganmiz. Bu haqida sayt taqdimotidan keyin sizlarga bafurja ma'lumot beraman. O'ylaymanki, u juda ham sizlarga yoqadigan ma'lumot bo'ladi. Qulay platforma. Istalgan joyda va vaqtda video darsliklar orqali tez va oson o'zlashtirasiz. Bu degani, boya darslar qanday bo'lishi haqida sizlar bilan gaplashib o'tdik-ku. Aynan o'sha darslar saytga joylanadi va siz uni bemalol istalgan vaqtda ko'ra olishingiz mumkin bo'ladi. Shu sababli bu nom qulay platforma deb nomlandi. Hop, uchinchisi sertifikat. Kursni muvaffaqiyatli yakunlasangiz, maxsus sertifikatga ega bo'lasiz. Bu haqida ham sayt taqdimotidan keyin bafurja gaplashamiz. Ya'ni kursni muvaffaqiyatli yakunlagan o'quvchilarga sertifikatlar beriladi. Bu haqida saytdan keyin bafurja ma'lumot berib o'taman. Xo'p, yana pastroqqa tushamiz. Foydali va mashhur kitoblardan darslar endi bir joyda. Bu boyagi silsilaviy kitoblardan darslar endi bir joyda bo'lishini anglatadi. Arab tilini o'rganishni boshlash uchun barcha kerakli materiallar va darslar endi bir platformada. Bu endi tepadagi ma'noni ochiqlab beryapti. Arab tilini mustahkamlovchi mashq va javoblari, bu degani boyagi silsilaviy kitoblardan darslar bo'ladigan bo'lsa, ulardagi mashqlarni, yechimlari va javoblari ham nazarda tutilgan. Ikkinchisi, har bir dars oxirida lug'atlar. Buni boya gaplashdik. Har bir dars oxirida o'sha darsga tegishli bo'lgan lug'atlar bo'ladi va testlar. Testlar haqida gaplashmagan edik. Buni sayt taqdimotini o'rtasida sizga bafurja tushuntirib beraman. Uchinchisi, eshitib o'rganish darslari va transkripsiyalar. Bu ham boya gaplashib o'tdik. Eshitib tushunish mashqlari, audio mashqlarni sharhlari, ularni yechimlari va ularni transkripsiyalari, ya'ni matnlari haqida gap ketyapti bu yerda. Buni boya sizlar bilan gaplashdik. Xo'p, biz haqimizda degan tugmacha bor. Buni bossangiz, bu oxirgi oynaga olib borib qo'yadi. Buni oxirida gaplashamiz. Xo'p, davom etamiz. Eng sara kitoblardan video darsliklar.
boyagi silsilaviy kitoblar bu yoqda yana nazarda tutilyapti. 4 mahorat asosida ekanligi ham yana ta'kidlanib ketyapti. Bu yerda hozircha Miftahul Arabiyya muhaddasa kitobidan birinchi darsni joylash niyatimiz bor. Bu yerdagi test va test kunda degan narsa shunchaki dasturchilar tomonidan test uchun qo'yilgan. Aslida bularning ichida dars yo'q. Mana shu darslik haqida bafurja hozir gaplashamiz. Pastroqqa tushamiz. Arab tilini o'rgatuvchi birinchi zamonaviy platforma. Nima uchun birinchi deyilgan savolga javob aynan o'quvchilarni nazorat qila olish bo'yicha va darslarni saytga yuklash bo'yicha birinchi platforma bo'lganligi sababli shu nomni qo'ydik. Xo'p, 6000 faol kuzatuvchi deganda Telegramdagi obunachilar emas, doimiy kuzatuvchilarni hisobga olib bu yozilgan. 150 bitiruvchi deganda aynan o'sha Edu Arabic akademiyasi ochilganidan beri to hozirgi kunga qadar bitirgan o'quvchilar bu yerda soni mana shu sonni anglatadi. Xo'p, davom etamiz. O'quvchilarimiz fikrlarini bu yerga yozib qoldirganmiz. Bu yerda o'quvchilarimizning fikrlarini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda bosh oynada 5 ta o'quvchini fikrlari berib o'tilgan ekan. Davomini ko'rishingiz uchun bu yerni bosishingiz mumkin. Bu yerni bossangiz yana biz haqimizda degan oynaga olib borib qo'yadi. Buni oxirida batafsil gaplashamiz. Va shu bilan bosh sahifa yakunlanadi. Ijtimoiy tarmoqlarda mana Telegram, Instagram, YouTube'da ko'rishingiz mumkin. Bu boyagi oynalar, tepadagi oynalarni qaytarib yozilgan holati. Bu yerda ikkita dastur, ya'ni o'sha Android uchun yoki bo'lmasam Apple uchun dastur uchun joy qoldirilib ketilgan. Bundan keyingi loyihalarimiz aynan dastur bilan bo'lganligi sababli buni shu holatda qoldirdik. Xo'p, ikkinchi oynaga o'tamiz endi. Ikkinchi oyna kurslar oynasi bo'ladi. Siz bundan keyingi darslarni barchasini aynan mana shu oyna ostida topishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni qanday yangi darsliklar joylagan bo'lsak, kirib ko'rish uchun aynan mana shu kurslar oynasini bosasiz, shunda sizga darslarni barchasi ko'rinadi. Xo'p, bu yerda kategoriyalar berilgan. Aynan mana shu kategoriyalar bo'yicha darslar joylanib boriladi. Bu yerda kurs darajasi bor. Agar siz boshlang'ich daraja bo'lsangiz, boshlang'ich darajadan bossangiz, agar biz boshlang'ich darajaga oid darslar joylagan bo'lsak, faqat sizga o'sha ko'rinadi. O'rtani bossangiz, faqat o'sha o'rta darslar ko'rinadi. Yuqorini bossangiz, yuqori ko'rinadi. Hali boshlang'ich darajadan yo'q bo'lganligi sababli buni bosishi foydasi yo'q. Reytinglarga keladigan bo'lsak, o'quvchilar masalan qaysi darslar ko'proq ularga yoqadigan bo'lsa, bu yerda reytingi bor. Uni qanday ishlashini ozginadan keyin sizga ko'rsatib beraman. O'sha reyting asosida qaysi dars o'quvchilarga ko'proq yoqqan bo'lsa, o'sha reyting ostidagi darslar ko'proq sizga ko'rinadi. Xo'p, keling endi masalan bitta darslikni ichiga kirib ko'ramiz. Masalan, Miftahul Arabiyya muhaddasa B1 kitobidan darslar boshlanish arafasida, xudo xolasa 2 haftadan keyin aynan mana shu kitobdan darslar boshlanadi. Xo'p, bu yerga kirganingizda tafsilotlar yoziladi. Biz hali to'liq ulgurmadik tafsilotlarini yozishga, nima uchun bu kitobni tanlashingiz kerak, ya'ni nima uchun bu kitobni o'qishingiz kerak degan ma'lumotlarni hali bu yerga yozib qo'yamiz. Hali to'liq bo'lmaganligi uchun yoza olmadik. Tafsilotlari beriladi. Bu kimlar uchun masalan shunaqa ma'lumotlar beriladi. O'quv dasturi masalan bu yerda nechta dars bo'lishi haqida ma'lumotlar berilgan. Bizda darslarimiz bor, faqat hali joylab ulgurmadik. Inshaalloh mana shu 2 hafta ichida hamma darslarni joylab qo'yamiz. Bu yerga faqat hozir 2 ta dars joyladik. Xo'p, o'qituvchi mana shu darslikni kim yozgan o'qituvchi bo'lsa, o'sha o'qituvchi sizga ko'rinadi. Shunaqa. Xo'p, sharhlar mana masalan shu kursni sotib olgan o'quvchilar kurs izohi ostida masalan o'zlarining fikrlarini bemalol yozib qoldirishlari va yulduzchalar bilan belgilashlari mumkin bo'ladi. Jo'natishni bossa ketadi. Xo'p, tushunarli. Endi mana bu yerda kursning narxi bo'ladi. Darajasi mana bu yerda o'rta, davomiyligi necha daqiqa bo'ladi, o'shanisi ham yoziladi. Darslar soni hozir 2 ta. Chunki 2 ta dars joyladik. Yaqinda hamma darslarni joylab qo'yamiz. Bu yerda testlar ham bor. Sertifikat doim mavjud bo'ladi. Agar siz kursni tugatganingizdan keyin muvaffaqiyatli tugatsangizgina
sertifikat beriladi. Bitiruvchilar soni 0, hali bitiruvchilar yo'q. Xo'p, endi siz bu kursni sotib olmoqchi bo'lsangiz, mana shu tugmachani bosasiz. Avval bu tugmachani bosishdan oldin siz ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Agar ro'yxatdan o'tmay turib sotib olishni bosadigan bo'lsangiz, biz bilan bog'lana olmaysiz. Mana bu yerda murojaat qilish, ismingiz deb chiqqan bo'lsa, masalan, ismingizni yozganingiz bilan bari foydasi yo'q. Bizga bu yo'l bilan ulanishni imkoni yo'q. Shu sababli nima qilishimiz kerak bo'ladi? Hop, orqaga qaytib olamiz. Avval kirishdan boshlaymiz. Xo'p, agar siz oldin ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, siz ro'yxatdan o'tishni bosasiz. Lekin oldindan ro'yxatdan o'tib qo'ygan bo'lsangiz, raqamingizni kiritasiz va kirib ketaverasiz. Bu yerda ikkita kirish mavjud. Google bilan kirsa ham bo'ladi va raqam yozib ham kirsa bo'ladi. Agar umuman oldin ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, mana shu tugmachani bosasiz, ro'yxatdan o'tish. Tushundingiz-a? Bu yerga masalan ismingizni yozasiz. Masalan, Otabek. Familiyangizni yozasiz, masalan, Sultonov deb. Xo'p, telefon raqamingizni yozasiz. Masalan, endi telefon raqamingizni kiritganingizdan keyin mana ro'yxatdan o'tishni bosib yubormaysizda, avvalo kodni olishni bosasiz. Raqamingizni kiritgandan keyin mana shu kodni olishni bosib ozgina kutib turganingizdan keyin mana bu yerda kodni yozish uchun katakcha chiqadi. Aynan o'sha katakchaga sizga yuborilgan kodni bu yerga yozishingiz kerak bo'ladi. Tushundingiz-a? Bu yerga yozishingiz kerak bo'ladi. Yozib bo'lganingizdan keyin siz o'zingiz uchun maxsus parol yozasiz. Parol yozasizda, keyin o'shani ikkinchi marta bu yerga takrorlab qo'yasiz. Va nihoyat ro'yxatdan o'tish tugmasini bosasiz. Shu bilan ro'yxatdan o'tish yakunlanadi. Xo'p, men raqamimni yozmoqchi emasman yoki bo'lmasa men xorijdaman, O'zbekiston nomerim yo'q deydigan o'quvchilar bo'ladigan bo'lsa, ular bemalol Google bilan davom etishni bosib, o'zlari kirib ketishlari mumkin bo'ladi. Ularga ham Google dan kod boradi. O'sha kodni bu yerga yozish kerak bo'ladi. Ism, familiyasini to'ldiradi va shu holatda ular ham o'tib ketaveradi. Endi bundan keyingi kirish uchun doim mana shu yerdan kirishadi. Ya'ni raqamlari bo'lsa, raqamlarni yozishadi masalan. Raqamlarni yozib, boyagi kiritgan parollari bor-ku, 2 marta kiritgan. O'sha parollarni bu yerga yozishadi va kirish tugmasini bosganlardan keyin kirib ketadi. Xo'p, Google o'zini akkaunti bilan kirganlar, oldin o'sha bilan ro'yxatdan o'tganlar bu yerga bosib, o'sha akkaunti orqali kirishlari mumkin bo'ladi. Mabodo siz ro'yxatdan o'tganingizdan keyin raqamingizni terib, lekin parolingiz esingizdan chiqib ketib qoladigan bo'lsa, parolni unutdingizmi tugmachasini bosasiz. Mana masalan bosganingizdan keyin yana o'zingizni raqamingizni kiritasiz. Raqamingizni kiritganingizdan keyin yangilashni bosib yubormasdan kodni olishni bosasizda, ozgina kutib turasiz. Ozgina kutib turganingizda bu yerda katakcha ochiladi. Siz keyin u katakchaniga raqamni yozganingizdan keyin tasdiqlash degan tugmacha bo'ladi. Boya ham aytish unutibman. Ro'yxatdan o'tayotganingizda ham tasdiqlash degan tugmacha bor. O'sha tugmachani bosib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bosganingizdan keyin yangi parolingizni kiritasiz keyin. Hozir yangitdan keyin yangi parolni kiritasiz va uni yana qayta tasdiqlash uchun yana bir marta yozasiz. Keyin yangilashni bossangiz, aynan o'sha parol sizda yangilangan bo'ladi. Eng muhimi mana bu yerda tasdiqlash degan tugmachani bosib qo'yishni unutmang, bo'lmasa yangilash tugmachasi bosilmay qoladi. Xo'p, demak o'sha masalan ro'yxatdan o'tdik. Raqamni yozib kiritamiz. Kirganingizdan keyin mana shunaqa muvaffaqiyatli kirdingiz degan tugmacha paydo bo'ladi. Va shundan so'ng kurslarga o'tasiz. O'zingiz sotib olmoqchi bo'lgan kursga kirib, bu yerda kursni sotib olmagan bo'lsangiz, sotib olish degan tugmacha chiqadi. Aynan o'sha tugmachani bosganingizdan keyin admin bilan Telegramdan bog'lanish imkoniyati paydo bo'ladi. Shunda adminga yozasiz, men falonchi kursni sotib olmoqchiman, ro'yxatdan o'tdim deysiz. Sizga admin mana o'zingiz xohlagan kurs bilan ulab qo'yadi. Keyin sizda ham mana shu kursni boshlash degan tugmacha chiqadi. Aytib qo'yib, bu narx haqiqiy narx emas, shunchaki yozilib qo'yiladi. Demak, kursni boshlashni bosganingizdan keyin mana haqiqiy dars oynasi sizda ochiladi. Darslar mana shunday holatda bo'ladi. Bu yerda darslar bo'ladi. Mana bu yerda darslarning mundarijasi ketgan bo'ladi. Birinchi vaqtda bundoq bossangiz, o'zi asosan kitoblarda bitta vaqtida 4 ta qism bo'ladi. Xossatan Miftahul Arabiyada shunaqa. Birinchi qism bilan ikkinchi qismni joylaganmiz. 3-4 joylanadi. Keyin yana ikkinchi vaqtda, 3-chi vaqtda, 4-chi vaqtda ketaveradi. Har birini tagida
birinchi qism, ikkinchi qism, uchinchi qism videolari turgan bo'ladi. Demak, sizni dars oynangiz mana shunday holatda bo'ladi. Siz buni katta qilib olib, bemalol foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Darslarni qo'yasiz, davom etib ketaverasiz. Mana ozgina ulanib olish uchun internet kerak bo'ladi. Nom berdi. Ja'ala li shaxsin, mana shunday holatda bo'ladi darslar. Tushundingiz-a? Xo'p, keling endi nazorat haqida gaplashsak. Mana endi nazorat haqida gaplashsak bo'ladi. Aynan mana shu darsxonaga kirib olganingizdan keyin siz mana bu yerda bir nechta tugmachalarni ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Mana bu fayllar. Esingizda bo'lsa, har bitta darsning tagida so'zlar, ya'ni lug'atlar beriladi degandik. Esingizdami? Aynan mana shu lug'atlarni mana shu yerdan yuklab olasiz. Mana yuklab olishni bosganingizdan keyin mana boyagi lug'at kelib chiqadi. Siz o'zingiz bemalol o'zingizga yuklab olib ko'rishingiz mumkin. Faqat tarqatib olmasangiz bo'ldi. Tushundingiz-a? Har bitta dars tagida mana shunaqa fayl turadi. Xo'p, davom etamiz. Mana bu yerda istima, ya'ni tinglab tushunish mashqi, yechimlari va uni transkripsiyasi mana bu yerda bo'ladi. Har bitta dars tagida bo'ladi bu. Buni ham yuklab olishni bossangiz, o'zingizga yuklab olib bemalol foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Mana boyaga. Har bitta dars tagida o'zi bo'ladi bu. Tushunarli-a? Mana har bitta dars mashq yechimlari berilgan. Xo'p, davom etamiz. Demak, endi nazorat haqida gaplashsak. Bu yerda qanaqa nazorat borki, Telegramda qila olmadingiz deyishingiz mumkin. Bu yerda endi nazorat mana bunday holatda bo'ladi. Xo'p, har bitta darsning tagida mana bu quiz tugmasini bossangiz, mana shu dars uchun 15 tadan test bor. Ya'ni bir esingizda bo'lsa, nazoratning birinchi qismini eslang. Biz o'quvchilarga mashqlarni sharhlab beramiz, ya'ni shartlarni o'qib, qanday bajarilishi haqida gapirib berar edik. O'quvchi shu yerda to'xtatib, o'zi ishlab, keyin yana davom etishi mumkin edi. Masalan, o'ylaylikda, o'quvchi shunaqa qilmasa-chi, masalan, shunaqa o'quvchilar ham chiqishi mumkin-ku. Masalan, toqati yetmaydi, masalan, to'xtatib o'tiramanmi, menga tezroq javoblari kerak deyishi mumkin. Mana shunaqa holatlari ham bo'lishi mumkinligini inobatga olib, biz ikkinchi qism va uchinchi qismlarni ham o'ylab topdik o'quvchilarni nazorat qilishini. Bu aynan mana shu testlar orqali bo'ladi. Har bitta darsni tagida, eslab qoling, 15 tadan test bo'ladi. U 15 ta test aynan o'sha mashqlardan ishlangan bo'ladi. Ya'ni aynan o'sha darsdan olingan bo'ladi. O'quvchi agar videoni shunchaki ko'rib o'tkazib yorsa, ya'ni e'tibor bermasa, diqqat bilan ishlamasa, u testlarni ishlay olmaydigan testlar tuziladi. Tushundingiz-a? Ya'ni testlarni qiyinlik darajasi o'quvchini diqqat bilan eshitganmi yo yo'qmi, o'shanga bog'liq bo'ladi. Bordi-yu, yo'q, men unaqa qilmayman deb aytgan bo'lsa, bu testlarni yecha olmaydigan testlar tuziladi. Atayin mana shunaqa testlar tuziladi bu yerga va shundan o'quvchilarni natijasini biz bilib olamiz. Har bitta testga tizim 5 balldan, to'g'ri javob uchun 5 balldan hisoblab boradi. Har bitta to'g'ri javobni yechgan o'quvchi 5 balldan yig'ib boraveradi. Quizni yechib bo'lgandan keyin, ya'ni testlarni yechib bo'lgandan keyin qayta yana ishlashi mumkin o'quvchi. Tushundingiz-a? Lekin tizim faqat birinchisinigina hisoblaydi. Birinchi 15 talikda necha marta to'g'ri yechgan bo'lsa, faqat o'shani hisoblaydi. Keyin o'zingiz uchun qayta testlarni yechib yuraverasiz, lekin tizim endi uni hisoblamaydi. Tushundingiz-a? Har bitta test uchun 5 balldan hisoblab boradi sistema. Xo'p, endi yana nima afzalligi bor deyilsa, mana bu yerda birinchi darsni siz tugatmasdan turib, ikkinchi darsga hech qachon o'ta olmaysiz. Qachonki birinchi darsni tugatasiz, keyin platforma sizga ikkinchi darsni ochib beradi. Mana bu o'quvchilarni nazorat qilishi ikkinchi yo'li hisoblanadi. Demak, birinchisi testlarni to'g'ri yechganiga qarab turib, o'quvchiga platforma 5 balldan qo'shib boraveradi. Har bitta darsni tugatganidan keyingina ikkinchi darsni ochadi. Har bitta darsni tugatgani uchun 10 balldan qo'shib beradi platforma. Demak, platforma nimalarga ball qo'shayotganini yaxshilab bilib oling. 15 ta test bo'lsa, har bitta to'g'ri javob topganingizga 5 balldan qo'shib boradi. Xo'p, agar testni yechmasangiz nima bo'ladi? Hozir uni gaplashamiz. Keyin
birinchi darsni, ikkinchi darsni tugatmasdan turib keyingi darslar ochilmaydi. Bizga bu narsa ko'rinadi, aytib qo'ying. Sizni testni nechta yechayotganingiz yoki yechmayotganingiz, qaysi darsga kelib to'xtab qolganingiz bizga ko'rinadi. Nafaqat bizga ko'rinadi, hammaga ko'rinadi. Buni ozginadan keyin gapirib o'taman. Demak, tushunarli. Har bitta darsni tugatganingizdan keyin keyingi dars ochiladi. Har bitta darsni tugatganingizdan keyin 10 ball qo'shiladi. Har bitta dars uchun 10 ball, har bitta to'g'ri test yechganingiz uchun 5 balldan qo'shib boriladi. Tushunarlimi? Xo'p, mana shunday qilib kursni yakunigacha siz taxminan 600 yo 800 ball atrofida to'plashingiz mumkin bo'ladi. Agar maksimal ball to'playman desangiz, taxminan shu 600 ball yoki 800 ball o'rtasida bo'ladi. Buni hisoblab chiqamiz. Xo'p, endi yaxshi. Shu ishlarni qilmagan o'quvchi keyingi darsga o'ta olmaydi va bu o'zi tizimni, ya'ni o'quvchilarni nazorat qilish ikkinchisi edi, hali uchinchisi yo'q. Uchinchisi qani desa, uchinchisi mana bu faollar jadvali hisoblanadi. Bizni eng katta yutug'imiz ham mana shu faollar jadvalini tuzganligimizda. Faollar jadvali nimaga ko'ra hisoblaydi desa, esingizda bo'lsa, boyagi testga 5 balldan hisoblayotganmidi? Har bitta darsni to'liq tugatganingizga ya'ni 10 balldan hisoblayotganmidi? Ana shu sizni ballaringizni hisoblab, mana shu kursni kim sotib olgan bo'lsa, o'shalar bilan sizni raqobatga keltirib qo'yadi. Tushundingizmi? Masalan, kim necha ball to'playotganini tizim hisoblab boradi. Masalan, aytadi, Otabek Sultonov 10 ball to'plabdi. Demak, bitta darsni ko'rib tugatgan, hali testni ishlamagan degan ma'no kelib chiqadi bundan. Yoki buni aksi bo'lishi mumkin. Testdan ikkita yechgan, masalan, boshqa darslarni ko'rmagan bo'lishi mumkin. Shunday qilib, masalan, bu yerda taxminan 100 ta o'quvchi bo'lsa, 100 ta o'quvchini hammasini mana shunday qilib raqobat jadvaliga tushiradi. Hamma o'zini bir-birini ko'ra olishi mumkin. Bu yerda kim kursni sotib olsa, hamma bir-birini ko'ra oladi. Kim nechinchi o'rinda ketyapti? Masalan, mana bu yerda haftalik, oylik, yillik hisobotlar bor. Masalan, haftalikka kiradigan bo'lsak, masalan, shu haftada kim o'zib ketdi? Masalan, hozir mana hech kimni ko'rsatmadi. Nimaga? Chunki bu hafta hech kim kirib ishlamadi. Xo'p, masalan, oylikni bosadi. Masalan, aprel oyida kim eng zo'ri bo'lgan? Bu yerda ham hech kimni chiqarmadi, chunki sababi aprel oyida hech kim ishlamabdi. Hop, masalan, yillik desa, yillikda masalan kimlar bo'lgan? Mana demak, Otabek Sultonov bilan Eduard Arabek degan ikkita foydalanuvchi ishlagan, faloncha ball to'plagan, mana kunini ham, sanalarni ham ko'rsatib beradi. Bu faollar jadvali faqatgina mana shu darslarni sotib olgan o'quvchilargagina ko'rinadi, boshqalarga ko'rinmaydi. Kim kursni sotib olib, mana shu raqobatga kirishsa, har bitta platforma har bitta uni qadamini hisoblab o'quvchilar orasidagi tafovutni unga ko'rsatib beradi. Sen mana unaqa o'qiyapsan, sen orqada qolib ketgansan degan muhitni yaratadi. Bu narsa nima uchun kerak edi? Bu o'quvchilarning orasida raqobatni shakllantira olish uchun kerak edi. Tushundingizmi? Mana nima uchun biz Telegramda bu narsani qila olmadik. Platforma bizga mana shu narsani amalga oshirishimizda kerak edi. Shuning uchun biz katta vaqtimizni aynan mana shu narsani yaratishga sarfladik. Buni imkoniyati juda ham keng bo'ladi. Biz har oy hisobotlarni Telegram kanalida tashlab boramiz. Kim nechinchi o'rinda ketyapti? O'quvchilarni qiziqtirish uchun-da bu. Kim nechinchi o'rinda ketyapti? Kimni rezultati qanaqa? Hammasi hisob-kitob asosida bo'ladi. Hop, masalan, 5-6 ta kurs sotib olganlar bo'ladigan bo'lsa, masalan, o'sha kurslarni hammasini masalan sotib olgan kurslari chiqadi. O'sha kurslarning orasida kim nechinchi o'rinda ketayotganini bemalol nazorat qilishi mumkin bo'ladi. Bu nazorat faqatgina aynan mana shu platformada imkoniyati bor edi. Shu sababli biz buni yaratishga qaror qildik. Kursni tugatgandan keyin platforma kursni tugatdingiz degan yozuv bilan sizga sertifikat chiqarib beradi. Va biz uni kurs tugatganingizdan keyin agar muvaffaqiyatli tugatsangiz, ya'ni muvaffaqiyatli tugatish chegarasi bor. O'sha chegaralarni biz sizga ma'lumotini beramiz. Hozir to'liq uni ishlab chiqish ustida ishlayapmiz. Yakunlagandan keyin albatta bizni ajoyib sovg'alarimiz bor. Bu haqida hozir saytdan keyin
taqdimotga o'tib o'sha yerda batafsil sizga ma'lumot beraman. Demak, saytni eng asosiy kuchi mana shulardan iborat edi. Xo'p, davom etamiz. Endi maqolalarga keladigan bo'lsak, maqolalar bo'limida nimani ko'rasiz? Biz bu yerda masalan maqolalar yozib qoldirishimiz mumkin. So'nggi xabarlar, yangiliklar uchun bu yerga qoldirganmiz. Agar mabodo kirib maqolalar o'qiyman desangiz, mana shu yerdan o'qishingiz mumkin bo'ladi. Endi bu yerda mening sahifam degan sahifa bor. Siz ochganingizdan keyin masalan bu yerda birinchisida sotib olgan kurslaringiz chiqadi. Nechta kurs sotib olgansiz? Masalan, 2 ta kurs. Faolligi 0 deb qo'yibdi. Menimcha ko'p ishlamaгаningiz uchun shunaqa bu yerda 0 sonini chiqarib qo'ygan. Yakunlaganlaringiz soni 0. Masalan, hali yakunlab tugatmagan bo'lsangiz, 0 ta yakunlash deb chiqadi. Mening profilimga bosadigan bo'lsangiz, bu yerda ma'lumotlaringiz kelib chiqadi. Ma'lumotlaringizni ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Ro'yxatdan o'tgan kurslar bu yerda faloncha kursdan ro'yxatdan o'tganingiz haqida ma'lumot beradi. Bu yerda faol kurslar, hozircha kurslar mavjud emas, yakunlangan kurslar demak bu yerda ham yo'q deb ko'rsatyapti. Sharhlaringiz, masalan, nechta sharh yozgansiz, nechta kommentariya bildirgansiz, buni masalan o'zingizga ko'rsatib turadi. Bu yerda yana savol-javob bor. Savol-javoblar dars yuzasidan agar qandaydir savol-javob qilgan bo'lsangiz, uni ham masalan bu yerda o'zingizni ko'rsangiz bo'ladi. Sozlamalar. Bu yerda qanaqa sozlamalar bor? Ismingizni o'zgartirib qo'yishingiz, familiyangizni o'zgartirib qo'yishingiz, elektron pochtangizni o'zgartirishingiz, telefoningizni o'zgartirishingiz, o'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot berishingiz mumkin va buni yangilab bossangiz, yangilanib ketadi. Endi bu chiqishni bosadigan bo'lsangiz, batamom bu yerdan chiqib ketib qoladi. Ya'ni sizni profilingiz chiqadi, lekin qaytadan bemalol masalan raqamingizni kiritib, parollaringizni kiritib, yana masalan davom etaverasiz. Mana kirsangiz, mana yana sayt sizga yana o'sha o'zingizni sahifangizni ochib beraveradi. Faollar jadvali mana bu yerda yana shakllangan bo'ladi. Agar siz kursni sotib olgan bo'lsangiz, qaysidir kursda, o'sha kursda faollar jadvali sizga ko'rinishni boshlaydi. Tushunarli-a? Sayt mana shunday ishlaydi. Xo'p, biz haqimizda, keling bir narsani aytishni unutibman. Aynan ma'lum bir dars asosida sharh qoldirsa ham bo'ladi. Esingizda bo'lsa, mana bu yerda umumiy kitob asosida sharh qoldirish mumkin. Ya'ni mana shu kitob, mana bunaqa kitob, mana bunaqa kitob, boya esingizda bo'lsa nimadirlar deb yozuvdik, o'sha bu yoqqa chiqib qoldi. Masalan, bir kursni boshlaganingizdan keyin aynan mana shu birinchi dars bor. Birinchi darsdagida savol-javob bor. Masalan, shu darsda qaysidir savoliga tushunmasangiz, masalan, savolingizni yozib qoldirib, men mana bu joyiga tushunmadim, mana bu joyi mana bunaqa qilsak ham bo'ladimi deysiz. Jo'natishni masalan, shunday jo'natishni bosib olsangiz, bu yerda bitta mana bu yerda refresh degani bor, qayta yangilash. Agar sizda ko'p narsa ishlamay qolsa yoki bo'lmasa nima bo'layotganiga tushunmasangiz, shu refreshni bosib olsangiz, qayta ishlab ketiladi. Mana bu yerda boyagi yozib yuborgan narsangiz masalan kelib chiqadi. Biz ko'rib tushunmagan savolingizga ana o'sha yerda o'zida javob bera olamiz. Demak, bu yerda faollar jadvali tushunarli. Endi bu yerda biz haqimizda. Va eng oxirgi bo'lim biz haqimizda deb nomlanadi. Xohlasangiz buni o'qib chiqishingiz mumkin. Edu Arabic platformasi haqida bilishingiz shart bo'lgan ma'lumotlar. Platforma arab tilini o'qitishning zamonaviy va an'anaviy usullarini birlashtirgan holda maxsus video darsliklarni taklif etadi. Bu video darsliklar qanaqa bo'lishini boya sizlar bilan gaplashib o'tdik. Faoliyatini qachon boshladi akademiya? 2022-yilda boshlagani va mana shu boyagi ma'lumotlarni yana qaytadan yozilgan holati bor ekan bu yerda. Platforma asoschisi Kamina arab tili xodimingiz. Hop, darslar qanday shaklda bo'ladi? Video darsliklar asosida bo'ladi. O'sha yozilgan platformada o'z darajangizga mos kursni tanlaysiz va maxsus video darsliklar orqali arab tilini o'zlashtirasiz. Bitta darsni tugatib, testlardan muvaffaqiyatli o'tsangizgina keyingi darsni ko'ra olasiz. Bu degani siz uzluksiz bizning nazoratimiz ostida bo'lasiz degani. Bu nazoratni boy tushuntirib berdim. Kursni tugatib 0 topshirsa bo'ladimi degan savolni ham qoldirdik. Agar mabodo kurslarni yaxshi tugatib chiqsangiz, bemalol topshirishingiz mumkin degan javobni berganmiz. Xo'p, endi bu yerda o'quvchilarning sharhlari, boya 5 ta o'quvchilarning sharhidan tashqari bu yerda yana sharhlari bor. Siz o'tkazib, mana o'quvchilar bizda o'qigan, ta'lim olgan o'quvchilarning fikrlarini bemalol ko'rib borishingiz mumkin. Va shu yerda biz haqimizda degan oyna ham tugadi. Boyagi bu yerda davomini ko'rish deganingizda ham bu 5 ta tugagandan keyin olib borib mana shularni ko'rsatayotgan bo'lar edi o'zi.
Shu narsa demak saytimizning qisqacha taqdimoti, afzalliklari, qulayliklari mana shulardan iborat edi. Sizlarga yoqdi degan umiddaman. O'rni kelganda baribir aytib qo'yishim kerak, chunki bu narsa holatlar keyin ham sodir bo'lishi mumkin degan fikrdaman. Masalan, qaysidir kursni sotib olgan o'quvchi o'zini raqamlarini boshqa o'quvchilarga bersa, bemalol ikkita o'quvchi birdaniga kirib ko'ra oladimi degan savol tug'ilishi mumkin. Ya'ni gapimni tushunmagan o'quvchilarga qaytadan takrorlayman. Mabodo bitta o'quvchi kurslarni sotib oldi, raqamlari bor va kodlari bor. Masalan, sherigiga mana shu narsani taqdim qilsa, ikkalasi birdaniga ko'rsa bo'ladimi degan savol tug'iladi. Yo'q, buni imkoni yo'q. Saytda xavfsizlik darajalari ham inobatga olingan. Mabodo kimdir agar shu ish bilan shug'ullanadigan bo'lsa, ya'ni o'zi kursni sotib olib, boshqalarga o'zini raqamini beradigan bo'lsa, o'ziniki otib yuboradi. Ya'ni texnologiyadan xabari borlar bilishadiki, masalan, o'zini sahifasiga kirgan odam boshqa odamga o'zini sahifasini, parollarini bersa, o'ziniki otib yuboradi. Aynan xuddi shunday tizimdan foydalanganmiz. Mabodo siz raqamlaringizni, kodlaringizni boshqa odamga berganingizdan keyin sizni sahifangiz mana bu yerdan o'chib ketadi. Xuddi mana shunday, mana chiqib ketasiz, mana shunday holatda bo'ladi. Yana saytga kirsangiz mana shunaqa bo'ladi. Siz yana o'zingizni raqamlaringizni terib, kodlaringizni terganingizdan keyin yana kirasiz. Sherigingizdan keyin chiqib ketadi. Keyin sherigingiz yana qaytib kirsa, yana siz chiqib ketasiz. Mana shu holat 2 marta takrorlangandan keyin sayt sizga boshqa darslarni ko'rsatmay qo'yadi. O'shani inobatga oling. Mana bu yerda kurslar, siz sotib olgan kurslarni barchasi siz uchun bekilib qoladi, ko'rinmay qoladi ikkitadan keyin. Ya'ni xavfsizlikni mana shunday usulda qilganmiz. Bu mana shunaqa qilmaslik uchun. Agar sherigingizni mana shu darslardan foyda olishini xohlasangiz, siz unga to'g'ri yo'l bilan mehnatni qadriga yetgan holda sotib olishini maslahatini bering. O'zingizni darslaringizni, o'zingizni sahifangizni birovga bermasdan. Bordi-yu, masalan, darslar sizga ko'rinmay qolgandan keyin biz sizga boshqa yordam bera olmaymiz. O'shani inobatga oling. Xo'p, yana bir narsani aytish yodimdan ko'tarilibdi. Masalan, boya aytganimizdek esingizda bo'lsa, testlar bor edi. O'quvchilar har bitta test yechganiga 5 balldan hisoblayotgandi. Bir darsni tugatgandan keyin 10 balldan hisoblayotgandi. Bordi-yu, o'quvchilar 3 oy davomida umuman test ishlamasa, umuman darslarni ko'rmasa, avtomatik ravishda tizim uni darslardan chetlashtiradi. 3 oy ichida taxminan 50 balldan oshirishi kerak bo'ladi. Bordi-yu, agar mana shunday qilmasa, tizim bu o'quvchini o'qimayapti deb o'ylab, o'zidan chetlashtirib yuboradi. Mana shunday xavfsizlik tizimlari ham bor. Shuni ham aytib qo'ymoqchi edim. Darsliklar kimlar uchun? Xo'p, bu savolga javob berishdan oldin biz qaysi silsilaviy kitoblarni nechanchi bosqichidan boshlashimiz haqida sizlarga ma'lumot berib o'tsam, avvalo biz silsilaviy kitoblarni B1 darajasidan boshlab yuqori darajasigacha darslar yozib chiqib, keyin pastki darajaga o'tmoqchimiz. Savol tug'ilishligi mumkin, nimaga aynan boshlang'ich darajadan boshlanmagan, o'rta yoki yuqori darajadan boshlanyapti deyilinsa, yuqori darajaga qaraganda boshlang'ich daraja uchun hozirda bizda resurslar yetarli. Mana bu o'zbek zobonlar orasida bemalol masalan kanallardan boshlang'ich daraja uchun darslarni ko'rib borsangiz ham bo'ladi, video darsliklar ham bor. Lekin yuqori darajada deyarli darsliklar mavjud emas yoki bor bo'lsa ham juda ham kam. Shu sababli biz yuqori darajadan boshlamoqchimiz. Boshlang'ich darajada bemalol hozirda ustoz qo'lida o'qib olishingiz mumkin. Resurslarimiz yetarli, lekin daraja yuqorilagani sari bizda manba kamligi sababli va o'qituvchiga va yaxshi bir tizimga ehtiyoj sezganimiz sababli avvalo yuqori darajani imkoniyatlari bilan ta'minlab, so'ngra keyin pastki darajaga tushish niyatimiz bor. Lekin pastki darajadan ham darslar yozilib olinadi. Avvalo yuqori darajadagilarni ehtiyojlari qondirilgandan keyin pastga tushish niyatimiz bor.
Xo'p, darslar B1 darajadan boshlanar ekan, bu darslarni kimlar uchun tavsiya qilamiz? Birinchi navbatda o'z ustida ishlashni xohlaganlar uchun. O'quvchilar bo'ladi, masalan, boshlang'ich darajani tugatib, o'rta yoki yuqori daraja uchun o'zlariga mos bo'lgan darslarni topa olishmaydi. Mana shunday o'quvchilarga bu kurslarni tavsiya qilamiz. Chunki mana darslarni ko'rdingiz, qanday afzalliklari, qulayliklari borligidan xabardor bo'ldingiz. Shu sababli o'z ustida ishlashni xohlagan, o'ziga munosib dars topa olmayotgan barcha o'quvchilar uchun bu darslarni tavsiya qilib qolamiz. Keyingisi ustozlar uchun. Ya'ni, masalan, bir o'qituvchi dars berishdan oldin falon kitobni bir sidra tugatib chiqishni xohlasa, bir sidra ko'rib chiqishni xohlasa, aynan mana shu ustoz uchun ham bu darsni tavsiya qilamiz. Xo'p, uchinchisi ayollar uchun. Bu ham dolzarb. Bundan oldin kanalimizda silsilaviy kitoblardan darslar boshlayotganimizda toliba ayollar murojaat qilishardi, ayol o'qituvchi bormi deb. Afsuski o'sha vaqtda biz ularga yordam bera olmas edik, lekin mana bugungi tizim, bugungi loyiha orqali ayollar ham bemalol kurslarni olib, o'zlari uylarida, o'zlarini ustlarida bemalol shug'ullanishlari uchun imkoniyat paydo bo'ldi. Xo'p, to'rtinchisi dars uchun vaqti har xil bo'lganlarga. Ya'ni bu degani ko'pincha o'quvchilar masalan darslari to'g'ri kelmaydi. Masalan, B1 yoki bundan yuqori kitoblardan darslar boshlangan taqdirda ham ko'pchilikni birga guruh bo'lib dars o'tishga vaqti to'g'ri kelmay qoladi. Kimgadir to'g'ri kelsa, kimgadir to'g'ri kelmaydi. Kimgadir ozgina vaqtdan keyin to'g'ri kelmay qoladi. Moliyaviy sharoit to'g'ri kelmay qoladi va har xil holatlar bo'lib qoladi. Aynan mana shu o'quvchilar uchun ham bu kitoblardan darslar tavsiya etiladi, chunki bu darslar tufayli o'quvchilar xohlagan vaqtida, xohlagan joyida bemalol darslarini davom ettirish imkoniyati bor. Va eng oxirgi juz bu muhovara uchun darslik. Xo'p, sizda savol tug'ilishligi mumkin. Nima uchun bu darslik tashkil qilinyapti? Axir video darsliklarda barcha mashqlarning yechimi bor edi-ku deyishingiz mumkin. Ha, albatta. Video darsliklarda barcha mashqlarning yechimlari bor, lekin bir narsani unutmaylik, kitobda muhadasa uchun, ya'ni so'zlashuv uchun alohida mashqlar berilgan. Biz u mashqlarga video darslikda qanday javob berganmiz? Ya'ni mashqni sizga qanday qilinishlik kerakligini sharhlab, ochiqlab tushuntirib bergandan keyin biz sizga uni o'zingiz bajarishingiz uchun o'zingizga topshirganmiz. Shu sababli biz video darsliklar orqali sizni so'zlashuv mahoratingizni oshira olmayotgan edik. To'g'ri, masalan, mashqlarni birga qilar edik, tarjimani birga qilardik, eshitib tushunish uchun matnlarni, transkripsiyalarni yozib berardik, lug'at boyligi uchun lug'atlarni chiqarib berardik. Aynan bitta narsa qolib ketayotganda, ya'ni sizni so'zlashuv mahoratingizni rivojlantirishga biz yordam bera olmayotgan edik. Shu sababli biz mana shu darslarga qo'shimcha ravishda xohlovchilar uchun muhovara darslarini tashkil qildik. Keling, bu darslar qanday bo'lishi haqida sizga qisqacha gapirib beraman. Bu darslar aynan o'sha kitoblardan muhadasa uchun ajratilgan mashqlarini birga qilishimiz uchun yaratilayotgan darslar bu. Ya'ni bu alohida oddiy, mana odatdagi Telegramda guruh ochilib 8 ta o'quvchidan tashkil topgan guruh bo'ladi va bir oy davom etadi. Bunda muhovara darslari qanday bo'ladi? Aynan o'sha kitobdagi barcha muhadasa uchun ajratilgan mashqlarni biz u yerda birgalikda bajaramiz. Kitoblar o'sha vahda yuzasidan savol-javoblar qilamiz, fikr almashamiz. Masalan, matn berilgan bo'lsa, u matn yuzasidan o'zimizni fikrimizni bildiramiz. Eng asosiysi, bu darslar arab tili o'qituvchilari bilan birga bo'ladi. Ya'ni millati arab bo'lgan ustozlar bilan birga bo'ladi. O'zbek ustozlar dars o'tmaydi. Arab o'qituvchilarini biz biriktirganmiz. Ya'ni erkaklar uchun alohida erkak arab tili o'qituvchisi, ayollar uchun alohida ayol arab o'qituvchi dars o'tadi. Har bir guruhda 8 ta o'quvchi olinadi. Bundan ko'p o'quvchilar olinmaydi. Faqatgina 8 ta o'quvchi
Muddati qancha desa, muddati kitobni vahdasiga bog'liq. Masalan, bitta kitobda 10 ta vahda bo'ladigan bo'lsa, har bitta dars bitta vahda uchun ajratilgan bo'ladi. 8 ta o'quvchi uchun bitta darsga 2 soat ajratiladi. Mana shu 2 soat davomida siz arab o'qituvchi bilan birgalikda mana shu vahdani birga munoqasha qilasiz, tahaddus uchun ajratilgan mashqlarni birga yechasiz, muhokama qilasiz. Eng asosiysi bu narsa arab tili o'qituvchilari bilan birga bo'ladi. Ayollar uchun arab ayol o'qituvchisi, erkaklar uchun erkak arab o'qituvchi bo'ladi. O'zbek o'qituvchisi bo'lmaydi. Har bir dars uchun demak 2 soat vaqt ajratiladi, haftada 2 marta bo'ladi. Shu bilan bitta kitobni tugatish uchun 1 oydan ko'proq, ya'ni 1 oy yana 1 hafta darslar davom etadi. Mana shu darslarda jamiki mana shu vahdadagi barcha matnlarni yoki bo'lmasa muhadasa uchun ajratilgan mashqlarni birga arab o'qituvchi bilan birgalikda munoqasha qilish, gaplashish, so'zlashuv mahoratingizni oshirish imkoni paydo bo'ladi sizda. Xo'p, oramizda arab tili o'qituvchilari bilan birga shug'ullangan o'quvchilar bo'lishi mumkin. Ularni nazdida masalan o'ylashlari mumkin, arab tili ustozlari faqat o'zinikini o'tkazadi, bizni kam eshitadi, bizni fikrlarimizni kam inobatga oladi, faqat o'zi gapiradi degan noto'g'ri gumonda bo'lishi mumkin. Yo'q, aslo bizni darslar unday bo'lmaydi. Men shaxsan o'zim o'qituvchilar bilan mana shu masalani oldindan hal qilib qo'yganman. Ya'ni mana shu bitta guruhda 8 ta o'quvchi bo'ladigan bo'lsa, mana shu o'quvchilarni har bittasini gapirtirasan, har bittasidan fikr sug'urib olasan, fikri yetmayotgan bo'lsa, ideya kelmayotgan bo'lsa, ideya berasan. Mana shunday holatda mana shu 8 ta o'quvchini aynan mana shu kitobdan tahaddus, ya'ni so'zlashuv mahoratini maksimalni oshirib berasan deb ular bilan shartnoma tuzib olganmiz va ular rozi bo'lgan bu narsaga. Eng muhimi, erkaklar uchun erkak arab o'qituvchi, ayollar uchun arab o'qituvchi bo'ladi. Demak, darslarda boya aytganimizdek shunday 8 ta o'quvchi, 1 oydan ko'proq vaqt, har bir dars uchun 2 soat, haftada 2 marta tashkil etiladi. Lekin bu darslarga kirish uchun avvalo o'tiladigan va ya'ni muhovara darslari aytdik-ku, bitta darsda bitta vaqtda munoqasha qilinadi. Aynan o'sha o'quvchi o'sha vaqtani oldindan tayyorlanib, ustozga mana shu fikrlarimni bildiraman, mana shu narsalarni gapirib beraman degan tayyorgarlik asosida keyin kirishi talab etiladi. Agar siz darsga tayyorlanmay kirsangiz, albatta natija bo'lmaydi-da. Shu sababli, masalan, muhovara darslariga yozilmoqchimisiz, avval siz mana shu bo'ladigan vaqtlarga tayyorgarlik ko'rib olishingiz kerak bo'ladi. Masalan, darsga kirganimdan keyin munoqasha bo'lar ekan, ya'ni bir-birimiz bilan suhbat, debat o'tkazar ekanmiz. Demak, men tayyorlanib kirishim kerak ekan. Aynan o'sha so'zlashuvga oid mashqlariga fikrlarimni tayyorlab qo'yib, keyin kirsam, birga munozara, munoqasha qilib, ustozlar bilan, o'quvchilar bilan birgalikda so'zlashuv mahoratimni rivojlantiraman degan o'y bilan keyin bu darslarga kirishingiz talab etiladi. Siz tayyorlanmasangiz, u o'qituvchi qanaqa sizni rivojlantirsin? Tushundingiz-a? Demak, darslarda ustoz o'zini chiroyli fikrlarini sizga beradi. Mana shu narsalarni o'rgan deydi, masalan, mana shu narsalarni gapir deydi. Undan tashqari, har bitta darsni yarmida o'zi gapirsa, qolgan qismida siz bilan birgalikda ishlab, sizni fikrlaringizni eshitib, xatolaringizni to'g'rilaydi. Va mana shu dars 1 oydan ko'proq muddatda bo'ladi. Dars har oyda bittadan yangi guruh ochilaveradi. Bir oyda 2 ta guruh ham ochilishi mumkinmi? Agar talab bo'lsa, ochilaveradi u guruh ham. Tushunarli-a? Bu dars nima uchun qilinganini sababini tushundingiz-a? Sizni mana shu kitobdan so'zlashuv mahoratingizni oshirish uchungina bu darslarni tashkil qildik va bu o'zbek o'qituvchilaridan bo'lmaydi. Sababi siz o'zbekcha gapirib so'zlashuv mahoratingizni tushirib qo'ymasligingiz uchun aynan arab tili ustozlari tanlandi. Xo'p, davom etamiz. Bu darslar haqida yana ma'lumot beriladi, qachon boshlanadi, nima qiladi, bu haqida Telegram kanalimizda bafurja yana e'lonlarini berib boramiz.
Xo'p, demak, bizni platformadagi eng birinchi darsimiz Miftahul Arabiyya kitobini B1 muhadasa kitobi bo'yicha bo'ladi. Yaxshilab tinglang, har oy bittadan kitob chiqadi. Masalan, may oyida Miftahul Arabiyya kitobi chiqsa, iyun oyida bu kitobni qiroat qismi chiqadi. Undan keyin B2 qismi muhadasa chiqsa, undan keyin yana qiroat qismi chiqadi. Darslar har oyda bittadan chiqadi va har oyda bittadan muhadasa darslari tashkil etiladi. Agar talabga qarab muhadasa darslari yana ko'payishi mumkin. Xo'p, endi keling narxlari bo'yicha gaplashadigan bo'lsak. Video darsliklar sizga cheksiz, ya'ni o'zingizda doimiy qolish evaziga unda 40 ta dars bo'ladi. PDF fayllar esingizda bo'lsa, lug'atlar, tinglab tushunish fayllari bor edi-ku. Aynan o'sha fayllar sizga beriladi. Uning ichida har bitta 40 ta darsni tagida 15 tadan testlar bor edi esingizda bo'lsa va kursni muvaffaqiyatli tugatsangiz, sertifikat ham qo'shib berilardi va mana shu video darsliklarning barchasi sizga 449 ming so'm evaziga beriladi. Bu juda ham arzon narx, buncha mehnat evaziga bu juda ham arzon narx hisoblanadi. Savol tug'ilishi mumkin. Mana shu 449 ming so'm narx ba'zilar uchun qimmat, nega qimmat degan savolni keltirib chiqaradi. Ba'zilar uchun nimaga arzon degan savol keltirib chiqaradi. Keling shu ikkita savolga javob berib o'tib ketsam, dars nima uchun arzon degan savoldan boshlasak. Avvalo bu yerda o'quvchilarni manfaati birinchi o'ringa qo'yilgan. Ya'ni bizni shuncha harakatimiz hammasi o'quvchilarni o'zlarini ustlarida ishlash uchun imkoniyat yaratish edi. Maqsad shu edi. Maqsadni amalga oshirdik va bizga bundan boshqa ortig'i kerak emas. Ya'ni biz sarflagan resurslarni qoplab ola olsak, shuni o'zi kifoya bo'ladi. Xo'p, kimdir nima uchun qimmat, bundan arzon qilish imkoni yo'qmidi deyilsa, afsuski buni hozircha imkoni yo'q. Sababi bunga juda ham katta resurs ketgan, qanchadan qancha vaqt ketdi. Deyarli bu loyihani amalga oshirishimiz uchun 8 oy muddatni sarfladik. Shu sababli eng minimal summa deb mana shu narxni belgiladik. Bu Miftahul Arabiyya B1 muhadasa kitobi bo'yicha. Boshqa kitoblarning darslari bundan farqli bo'lishi mumkin. Shuni oldindan aytib qo'yay. Xo'p, kitob masalasi. Darslar asosan video darsliklar asosida bo'lganligi sababli agar kitobingiz bo'lmasa, sizga kitob olish maslahat beriladi. Xo'p, bu kitob deganda original kitob nazarda tutilmayapti, ya'ni chiqarib olingan kitoblar nazarda tutilmayapti. Xo'p, original kitob olishingizni maslahat beramiz. Sababi nimaga deyilsa, bu kitoblar, video darsliklar original kitoblar asosida bo'ladi. Ya'ni biz video darsliklar uchun original kitoblarni PDF-dan, eng so'nggi nashrdagi kitobni PDF-dan foydalanamiz. Shu sababli chiqartirilgan kitob bilan bu video darslik kitobi boshqacha bo'lib qolishligi mumkin. O'shaning uchun agar sizda kitob bo'lmasa, kitob olishga sharoitingiz bo'lsa, bitta kitobning narxi 157 ming so'm bo'ladi. Yetkazib ham beramiz. Hop, kitob narxi 157 ming so'm bo'ldi. Bu narxi o'zgarmaydi. Hop, endi boya muhadasa darslari bo'yicha gaplashdik. Hop, muhadasa darslari bir oydan oshiqroq muddatga haftada 2 kun, 2 soatdan 10 ta dars, kurs oxirida muvaffaqiyatli bitirganlarga sertifikat berish imkoniyatlari bilan birgalikda bir kishi uchun 249 ming so'm etib belgilandi. Bu juda ham kam narx hisoblanadi. Ya'ni tan narxiga nisbatan juda arzon. Bo'lib ham yana arab tili o'qituvchilari bilan birga bo'ladi. Nima uchun arzon? Sababi birinchi o'rinda yana o'quvchilarning manfaati birinchi o'ringa qo'yilgan. Shu sabab shuni inobatga olishingizni so'rardim. Darslar, video darsliklar bo'ladimi, muhadasa darslari bo'ladimi, e'tibor bergan bo'lsangiz, juda ham arzon narx tanlangan. Bu kitob yoki masalan bu video darsliklarni narxini yuqoriroq qilishimiz mumkin edi. Muhadasa darslarini ham yuqoriroq qilishimiz mumkin edi narxlarni. Lekin avvalo o'quvchilarni o'zlarini ustida ishlash uchun imkoniyat yaratish edi maqsadimiz. Biz mana shu maqsadga erishdik. Endi o'quvchilar bundan manfaat olishidan biz ko'proq foyda olamiz. Tushunarli, demak, darslar minimum summada mana shu narx etib belgilandi. Bu Miftahul Arabiyya B1 muhadasa kitobi bo'yicha chiqarilgan narxlar hisoblanadi.
Bu darsliklarning yana bir afzallik tarafi shundaki, siz guruh bilan o'qiganingizda bitta kitobni taxminan 3 oyda tugatadigan bo'lsangiz, ham vaqtingiz uzayib ketadi, ham mablag'ingiz ham ko'proq ketadi. Lekin bizda siz bir marta sotib olasiz, to mana shu kitobni tugatgunga qadar sizda darsliklar bo'ladi. Agar muhaddasa darslariga qatnashadigan bo'lsangiz, bir oydan oshiqroq muddatda bemalol mana shu kitobni tugatib chiqishlik imkoniyati sizda paydo bo'ladi. Yana bir narsani aytishni unutibman. Video darsliklar tayyor. Faqatgina uni platformaga joylashimiz uchun bizga ozroq vaqt kerak bo'ladi va testlar tuzyapmiz. Shuning uchun taxminan to'liq tugatib saytga joylashimiz uchun bizdan 2 hafta talab etiladi. Test kunda deganda aynan mana shu 2 haftani nazarda tutganmiz. Bemalol mana shu 2 haftadan keyin kurslarni bemalol sotib olishingiz va ulardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Muhaddasa darslari ham 2 haftadan keyin boshlanadimi desa, yo'q, muhaddasa darslari taxminan shu 1 oylardan keyin maylarning o'rtasiga reja qilganmiz. Bu haqida batafsil ma'lumot beramiz, xudo xolasa inshaalloh. Video darsliklar taxminan shu 2 hafta orasida saytga joylanadi, chunki saytni yana bir biz sinovdan o'tkazib tezroq joylab testlarni va faollar jadvalini qanday ishlayotganini bir imtihondan o'tkazib olishimiz kerak bo'ladi. Shu sababli bizdan ozroq vaqt talab etiladi. Xo'p, chegirma ham bor. Keling, mana shu narsani ham inobatga olib o'taylik. Darslar 2 haftadan keyin joylanadi. Mabodo kimdir chegirmaga ega bo'lmoqchi bo'lsa, oldindan joylarini band qilishni xohlayotgan bo'lsa, 48 soat ichida, ya'ni 2 kun ichida mana shu video darsliklar narxi 449 ming so'm emas, atiga 399 ming so'm etib belgilanadi. Oldindan to'lov qilgan holatda joyingizni egallab, 2 haftadan keyin bemalol darslarni ochib ko'rsangiz bo'ladi. Bu faqatgina 2 kungagina amal qiladi. Bundan boshqa muddatga chegirma berilmaydi. Shuni inobatga olgan holatda harakat qilasiz degan umiddamiz. Xo'p, davom etamiz. Kursni 86% dan yuqori 3 kishi to'plagan, ya'ni 86% dan yuqori bo'lgan 3 kishi tamomlasa 1 million so'mlik pul mukofoti, bir martalik maxsus sertifikat, kitoblar to'plami, keyingi boshqa dars uchun, bitta dars uchun 50% lik chegirma va ba'zi sovg'alar bilan mukofotlanadi. Kursni qanday 86% lik tugatishni biz, esingizda bo'lsa, balli sistema bor edi-ku. Masalan, bitta kursni tugatishingiz uchun 600 balldan 800 ballgacha to'plashingiz mumkin edi, to'g'rimi? Maksimal ball. Aynan mana shuni 800 ball deb oladigan bo'lsak, shuni 86% dan yuqori ball to'play olgan 3 ta ishtirokchiga 1 million so'm pul mukofoti, maxsus sertifikat, kitoblar to'plami va keyingi bitta darslik uchun 50% lik chegirma beriladi va qo'shimcha sovg'alar ham beriladi. Bu 3 oy ichida. Agar kimdir mana 2 haftadan keyin Miftahul Arabiyya kitobidan darslar joylanadi, video darsliklar bo'ladi. Kim mana shu darslarni 86% dan yuqori natijada bitiradigan bo'lsa, mana shu 3 kishiga mana shu sovrinlar beriladi. Bu juda ham katta sovrin hisoblanadi. O'ylaymanki, siz mana shu 86% ni to'plab yutuqlarga erishasiz degan umiddaman. Demak, bugungi bizni taqdimotimiz mana shulardan iborat edi. O'ylaymanki, bizni loyihamiz sizga yoqdi. Bundan keyingi darslarni ham har oyda joylab boramiz. Agarda taqdimot yuzasidan, webinar yuzasidan yoki qaysidir savolingiz qolib ketgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Albatta javob berib o'tamiz. Savollar bo'lmasa, demak mana shu yerda webinarimizni yakunlaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.